Bitta kompyuterda futbol o'ynayverish joningizga tegdi. Boshqa o'yinlarni ham o'ynagingiz keladi. Akangiz bilan, ukangiz bilan yo do'stingiz bilan, lekin kompyuter atiga bitta. Bu esa muammo. Bugungi videomiz bo'lsa aziz do'stlar, bu muammoni yechimi. Bu videomizda men sizlarga bitta kompyuterda turib 2 yo 3 odam o'ynasa bo'ladigan o'yinlarni ko'rsataman. Ba'zi bir o'yinlar 4 odamga to'g'ri o'ynasangiz bo'laveradi. Shuning uchun aziz do'stlar, bu videomizni diqqat bilan ko'ring. Agar mabodo bugungi videomizda biron bir o'yin sizga yoqib qolsa, обязательно like knopkasini bosasiz. Bu videoni do'stlaringizga, o'zingiz yaqinlaringizga ulashasiz. O'ylaymanki, bugungi videomiz siz uchun foydali bo'ladi. 3-o'rin TMNT Mutants in Manhattan. Agar siz bolaligingizda Ninja toshbaqalarni ko'rgan bo'lsangiz, bu o'yin sizga albatta yoqadi. Bu o'yin sizni to'g'ridan-to'g'ri o'sha multfilm ichiga olib kiradi. Grafikasi oddiy emas, u comic style, ya'ni xuddi komik sahifasidek ko'rinadi. Qora konturlar, yorqin ranglar, kuchli effektlar, hammasi juda o'ziga xos va ko'zga darrov tashlanadi. O'yin davomida siz 4 xil qahramondan birini tanlaysiz: Leonardo, Michelangelo, Donatello yoki Rafael. Har birining o'z uslubi bor. Leonardo balansli va tez, Rafael kuchli va agressiv, Donatello texnik va uzoqdan uradi, Michelangelo tez va chaqqon. Bu esa o'yinni zerikarli qilmaydi. Har safar boshqa qahramon bilan boshqacha o'ynaysiz. Gameplay juda tez va dinamik. Siz doimiy harakatdasiz, yugurasiz, sakraysiz, kombinatsiyalar qilasiz va dushmanlarni birga yo'q qilasiz. Eng katta plyus bu o'yinni bir kompyuterda do'st bilan birga o'ynash mumkinligi va aynan shu narsa o'yinni 2 barobar qiziqarli qiladi. Birga o'ynaganda siz bir-biringizga yordam berasiz, kombo qilasiz va dushmanlarni tezroq yengasiz. Bu esa oddiy o'yinni haqiqiy kooperativ tajribaga aylantiradi. Boss janglari ham bor. Ular katta, kuchli va biroz qiyin. Ba'zi joylarda siz strategiya ishlatishingizga to'g'ri keladi, lekin o'yin mukammal emas. Bu o'yinda plyuslariga keladigan bo'lsak aziz do'stlar, bu o'yinning grafikasi qandaydir juda ham chiroyli, o'ziga yarasha komik stilda o'ziga jalb qiladi va ikkinchi plyusi bu har bir qahramon har xil. Ya'ni har bir qahramonda har xil yo'nalishda o'ynasangiz bo'ladi. Biri kuchli bo'lsa, ikkinchisi tezkor, uchinchisi qandaydir balans egasi, to'rtinchisi bo'lsa uzoqdan jang qila oladigan qahramonlar. Ya'ni har bir cherepashka har xil uslubda urishadi. Va eng katta plyus aziz do'stlar, bu o'yinni 1 emas, 2 emas, 3 emas, 4 kishiga to'g'ri o'ynasangiz bo'laveradi. Ya'ni do'stlar yig'ilib olib, hammalar birgalikda cherepashkalar tanlab o'ynasangiz bo'laveradi. Bu o'yinda eng katta minusi aziz do'stlar, o'yin tez tugab qolganga o'xshaydi. Chunki o'yincha qisqaroq, lekin aziz do'stlar, bu muammo emas. Shunchaki tez o'ynab, zavq olib, tugatib bitirishga to'g'ri ulgurasiz bu o'yinda. Yana bir muammosi, bu o'yinda bir o'zingiz o'ynasangiz bilinadi, ya'ni bu o'yin bir xilroqqa o'xshaydi, ya'ni haligi bosslar qaytarilayotganga o'xshaydi, qaysidir missiyalar qayta va qayta berilayotganga o'xshaydi, lekin bu muammolarning hammasini yechimi aziz do'stlar, do'st bilan o'ynash. Do'st bilan o'ynash baribir boshqacha zavq beradi va siz bunaqa muammolariga e'tibor bermaysiz. Ikkinchi o'rin Naruto Ninja Ultimate Storm 3. Agar siz Naruto animeni ko'rgan bo'lsangiz, bu o'yin siz uchun haqiqiy sovg'a. Bu oddiy fighting o'yini emas, bu anime ichida o'ynayotgandek hissiyot beradi. Grafikasi juda chiroyli. U to'liq anime uslubida qilingan. Ya'ni qahramonlar, effektlar, jutsular hammasi multfilmdek ko'rinadi. Ba'zi joylarda siz hatto o'yin o'ynayapsizmi yoki anime ko'ryapsizmi farqini sezmaysiz. O'yinda juda ko'p qahramonlar bor. Naruto, Sasuke, Kakashi, Madara va yana ko'plab mashhur personajlar. Har bir qahramon o'ziga xos, o'z jutsulari bor, o'z ultimat zarbalari bor, o'z o'yin uslubi bor. Bu esa o'yinni juda xilma-xil qiladi. Gameplay esa juda tez va effektli. Siz kombo qilasiz, jutsular ishlatasiz, katta ultimat zarbalar berasiz. Hammasi juda chiroyli animatsiyalar bilan chiqadi. Eng katta plyus, bu o'yinni bir kompyuterda 2 kishi o'ynashi mumkin. Do'stingiz bilan qarshi-qarshi chiqasiz va kim kuchliroq ekanini aniqlaysiz. Bu juda qiziqarli va ba'zan juda raqobatli bo'ladi. Har bir jang boshqacha o'tadi, chunki qahramonlar ko'p va kombinatsiyalar juda ko'p. Bundan tashqari o'yinda story mode ham bor. U anime hikoyasini juda yaxshi ko'rsatadi. Boss fightlar esa umuman boshqa daraja, katta, epik va juda chiroyli. Aziz do'stlar, bu o'yinning plyuslariga keladigan bo'lsak, bu Naruto do'stlar, yana qanaqa plyus kerak? Naruto biz hammamiz ko'rganmiz bu animeni yoshligimizda. Bu anime ko'radigan emas, boshqa umuman animega aloqasi yo'q odamlar ham ko'rgan va hammaga qiziq tuyulgan bu anime aziz do'stlar. Va aziz do'stlar, har birimiz xohlasdik yoshligimizda kimdir o'zini qo'lida Rassengani bo'lishini, kimdir Chidori, shunga o'xshagan texnikalarni ishlatishni xohlardik va bu o'yin bizga shuni imkoniyatini beradi. Siz bu o'yinda aziz do'stlar Rassengani ishlasangiz bo'ladi, Chidori, Katon, shunga o'xshagan texnikalarni ishlatib o'zingiz ishlatgandek rohat olasiz. Va eng muhimi bu o'yinda aziz do'stlar do'stingiz bilan baham ko'ra olasiz. Bu yerda fighting
fighting singari bir-biringiz bilan jang qilsangiz bo'ladi. O'zingiz yaxshi ko'rgan o'sha qahramonlarni tanlab, Naruto, Sasuke, Sakura kimgadir yoqishi mumkin. Madara, Hashirama, shunga o'xshagan qahramonlarni ular texnikasini ishlatganingizda xuddi o'zingiz ishlatgandek mazza qilasiz aziz do'stlar. Shuning uchun обязательно bu o'yinni o'ynanglar. Bu o'yin o'ziga yarasha minuslari ham bor, lekin aziz do'stlar hamma minusini bitta narsa yutib tashlaydi. Bu o'yin Naruto haqida. Tushunyapsizmi? Naruto siz Sasuke'ni tanlashingiz mumkin, Hashiramani tanlashingiz mumkin va ikkalasini bir-biri bilan jang qildirib ko'rishingiz mumkin. Eng muhimi do'stingiz bilan urushib ko'rsangiz bo'ladi. Shuning uchun aziz do'stlar bu o'yinni albatta o'ynang. Bu o'yin haqida o'zim juda chiroyli xotiralarim bor. Aziz do'stlar, bu o'yinni men Radnoy ukam bilan o'ynasdim. Radnoy ukam Naruto, shunga o'xshagan qahramonlar tanlashdi. Men Sasuke, Pain, shunga o'xshagan qahramonlar tanlab biz jang qilasdik va turnir o'tkazsak bo'ladi. Bu yerda turnirlar o'tkazasdik. Bu damlar juda ham qiziq o'tgan, juda ham yoqimli hissiyotlar aziz do'stlar. Shuning uchun bu o'yinni sizga tavsiya qilaman. Birinchi o'rinda The Crusade. Bu o'yin oddiy kooperativ emas. Bu o'yin haqiqiy sarguzasht. Voqealar o'rta asrlarda, salib yurishlar davrida bo'lib o'tadi. Siz ikki qahramon rolini o'ynaysiz, Dens va Esteban. Ularning maqsadi nafaqat tirik qolish, balki la'natdan qutulish. Bu o'yinning asosiy o'ziga xosligi la'nat mexanikasi. Ba'zi paytlarda siz la'nat rejimiga o'tasiz. Kuchingiz oshadi, zarbalaringiz kuchliroq bo'ladi, lekin asta-sekin joningiz kamayadi. Bu esa o'yinga strategiya qo'shadi. Qachon kuchli bo'lish, qachon ehtiyot bo'lishni o'zingiz hal qilasiz. Gameplay juda qiziqarli. Bu oddiy urushish emas. Bu yerda siz qilich bilan jang qilasiz, kombinatsiyalar ishlatasiz, blok qilasiz, qarshi hujum qilasiz va eng muhimi, bu o'yin 2 kishi uchun yaratilgan. Siz do'stingiz bilan birga, dushmanlarni birga yengasiz, kombinatsiyalar qilasiz, bir-biringizga yordam berasiz. Ba'zi joylarda siz yolg'iz o'ta olmaysiz. Aynan kooperatsiya kerak bo'ladi. Shu sababli bu o'yin haqiqiy team play talab qiladi. Sujet ham oddiy emas. Unda dramatik momentlar, xiyonat va og'ir qarorlar bor. Bu o'yinni shunchaki o'ynab chiqib ketmaysiz. U sizda taassurot qoldiradi. Atmosfera esa juda kuchli. Qorong'i o'rta asr muhit, qal'alar, jang maydonlari, dramatik musiqa, hammasi birga juda kuchli vibe beradi. Endi bu o'yinda minuslariga keladigan bo'lsak, aziz do'stlar, bu o'yinda katta minusi bor. Bu o'yin juda qiyin. Ya'ni bu o'yinda sistemasi ancha qiyin. Bu o'yinda o'rganib olguningizgacha ancha qiynalasiz. Lekin aziz do'stlar, bu o'yinda o'rganib olganingizdan keyin maza qilib o'ynaysiz, chunki bu o'yinda sujeti ham juda qiziq, janglari ham juda yaxshi, grafikasi ham juda chiroyli. Shuning uchun aziz do'stlar, mabodo sizga nafaqat o'ynab rohat oladigan, sujetli o'yinlarni ham o'ynamoqchi bo'lsangiz do'stingiz bilan, shu o'yin aynan siz uchun. Bo'ldi, endi aziz do'stlar, shu joyda siz bilan xayrlashamiz. Umid qilaman siz o'zingizga o'ynagan, vaqt o'tkazgan yaxshi o'yin topdingiz deb. Agar shunday bo'lsa aziz do'stlar, like knopkasini bosishni unutmang. Agar o'zingizni biron bitta fikringiz yoki biron bitta taklifingiz bo'lsa, kommentariyaga yozing, men albatta hammasini o'qiyman. Hozir bo'lsa biz sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr.